Assalomu alaykum. Komiljon Eksport kanalining ashaddiy muxlislari. Akalar, bugungi video reportajimizda Moskvich mashinasi temir balon akamizga srochni pul kerak ekan. Shu Moskvichimizni sotish kerak deb aytadilar. Mana video syomkani boshladik. Xudo xolasa akalar, Moskvich yurishga soz tayyor kim olsa, minaman desa bitta kalitga hozirgi qishki kunida ham yuryapti. Yaxshi ish qilaman degan akalarga mana tayyor bagachi bilan sotiladi. Moskvichdan umuman aybi yo'q yurish bo'yicha xadovoylari zo'r qo'yilgan. Amarzatir xadovoy yorilib ketgan joylari yo'q akalar. Mana orqa ko'rinishi temir balon 100 talik. Xo'sh. Mashinamiz soz holatda, dokumentlari ham joyida. Hamma texas motor, texnik ko'rik hammasidan o'tgan. Hozirgi holatda minishga tayyor qilib qo'yilgan. Xo'sh, mana dokumentlari gaz kinishga Texas motordan o'tgan, suroglari bor, tex pasportlari bor. Hamma yo'g'i yangi tex pasportdan faqat minaman degan aka-ukalarimizga Moskvichimiz sotiladi. Mana holati oldidan ko'rinishi. Akalar, shoshilamiz. Bu Moskvichimizni xo'sh, narxini akamiz 10 million deyishyapti. Ozmas kelishib beradigan yerlari bor. Moskvichimiz tayyor. Dokumentda umuman muammo yo'q. O'zlarining nomlarida ekan. Mashinani prosta mana shu yerga ishga kelib, ketib yurganlar. Bunaqa arava tortib, yuk tortib qattiq ishlamagan Moskvich. Kelgan odam o'zi ham biladi. Minaman degan akalar bo'lsa, bemalol ekran ostiga qoldirgan nomerlarimda aloqaga chiqaverasizlar. Hozir kommentariyada Moskvich olyapsizlar, Mustang olgan yo'qsizlar. Kommentariyani portlatib olmanglar. Moskvichning narxi 10 million so'm kelishtirib beriladi. Sog' bo'linglar, o'zlaringiz ehtiyot qilinglar. Sizlar bilan Komiljon Eksport kanali.